Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ismim Yo'ldoshbek, Mudarris akademiyasi o'qituvchisiman. Bugun siz bilan harakatlar haqida gaplashamiz. Ma'lumki, boshqa tillarda bo'lgani singari arab tilida ham so'zlar va matnlar harflardan tashkil topadi. Ammo boshqa tillardan farqli ravishda arab tilidagi harflar undosh tovushga ega bo'lib, unli tovushlar esa harflar bilan emas, balki harakatlar bilan ifodalanadi. Demak, biz arab tilidagi so'zlarni, matnlarni, jumlalarni tuza olishimiz va to'g'ri o'qiy olishimiz uchun biz harflardan tashqari harakat va belgilarni ham bilib olishimiz kerak bo'ladi. Anglaganingizdek, mavzu muhim. Shuning uchun ham bu videoni hozirdanoq arab tiliga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Harakatlar deb harflarni harakatlantiruvchi belgilarga aytiladi. Ular 3 ta. Fatha, kasra, domma. Bularni har biriga alohida to'xtalamiz. Fatha harfning ustiga qo'yiladigan ushbu belgi bo'lib, demak u ikki xil tovush bilan o'qiladi. Agar ingichka o'qiladigan harflarning ustida kelsa, a tovushi bilan o'qiladi. Ya'ni bilganingiz o'zbek tilidagi a bilan. Biz masalan aytamiz vatan yoki bo'lmasa dada kabi so'zlarda a'ni ishlatamiz. Aynan o'sha tovush bilan aytiladi fatha. Agar ingichka harflarning ustida kelsa. Yo'g'on harflarning ustida kelsa o bilan aytiladi. Ya'ni osmon so'zidagi o bilan aytiladi. Demak, fathaning mana shu ikkalasidan boshqa tovushi yo'q. Masalan, ba'zilar ko'ramiz a tovushi bilan aytib qo'yishadi, ya'ni rus tilidagi a bilan. Bu noto'g'ri. Demak, a bilan o'qilmaydi. Fatha biron bir harfni ustida kelsa ham a tovushi bilan o'qilmaydi. A yoki bo'lmasa o bilan o'qiladi. Shuningdek, ba'zilar yo'g'on harf bilan kelganda o bilan, ya'ni labini cho'zgan holda o bilan aytib qo'yadi. Bu ham fathaning tovushi emas. Masalan, o'rmondagi o ga o'xshagan tovush bilan aytib qo'yishadi. Bu ham demak fatha emas, balki bu dommaning tovushi. Demak, fatha agar ingichka harflar bilan kelsa a, yo'g'on harflar bilan kelsa o tovushi bilan o'qiladi. Demak, o'zi fatha nima? Fatha so'zi lug'atda ochish degani. Ya'ni og'izni ochish, infitahul fam. Xo'p, nima uchun ushbu belgimiz ochish deb nomlangan? Chunki biz a tovushini yoki bo'lmasa o tovushini aytishimiz uchun og'zimizni ochamiz. Ikkita jag'imiz bir-biridan ajraladi. Demak, mana a, o, a, o. Mana o'sha shaklda, demak, a hamda o tovushini biz aytishimiz uchun og'zimiz ochilishi kerak va mana shu jihatdan ham ushbu belgini fatha deb nomlangan. Harakatlardan ikkinchisi bu kasra. Kasra bu nima? Kasra bu lug'atda demak sinish degani yoki sindirish degani. Demak, kasra harfning ostiga qo'yiladigan ushbu belgi bo'lib, faqat i tovushi bilan o'qiladi. Uning boshqa tovushi yo'q. Demak, e'tibor bering. Yo'g'on harflar bilan kelsa ham, ingichka harflar bilan kelsa ham, faqatgina i tovushi bilan o'qiladi. O'zbek tilidagi ninadagi i bilan o'qiladi. Uning boshqa tovushi yo'q. E tovushi bilan o'qilmaydi yoki bo'lmasa rus tilidagi i tovushi bilan o'qilmaydi. Hech qachon o'qilmaydi. Shuni e'tiborga oling. Faqat i tovushi bilan o'qiladi. Endi ushbu belgi nima uchun kasra deb atalgan? Chunki biz i deya talaffuz qilishimiz uchun, demak, mana bu biroz ya'ni kulganga o'xshagan holat sodir bo'ladi va labimizni mana bu ikkita cheti kulgichlar, ya'ni biroz sinadi. Mana i. Shunga ko'ra ushbu belgi kasra deb atalgan. Xo'p, endi harakatlardan uchinchisi bu domma. Domma so'zi lug'atda juftlash, juftlamoq degani. Demak, harfning ustiga qo'yiladigan ushbu belgi domma deyiladi va u tovushi bilan o'qiladi. Ya'ni, masalan, o'zbek tilida uzum, ukki so'zlarida ishlatiladigan u tovushi bilan o'qiladi. Dommaning ham mana shundan boshqa tovushi yo'q. Masalan, deylik, o'rmondagi o bilan, o'rdakdagi o bilan o'qilmaydi yoki bo'lmasa turklar ishlatadigan u tovushi bilan ham o'qilmaydi. Aynan u tovushi bilan o'qiladi. Xo'p, bu nima uchun domma deb atalgan? Chunki biz u tovushini aytishimiz uchun
ikki labimizni juftlagan holda, ya'ni barobariga, ikkalasini ham barobariga oldinga cho'zishimiz kerak bo'ladi. Mana qarang. U. Ikki labimiz qo'shilib barobar oldinga cho'ziladi. O'rtasida esa tovush chiqishi uchun barmoq sig'adigan miqdorda teshik qoladi, ochiq joy qoladi. Tovush o'sha yerdan chiqib ketadi. U holatida barmoq sig'ish kerak. Ana shu miqdordagi, demak, ochiq joy qoladi. Endi ushbu 3 ta harakatni harflarning ustiga qo'yib, talaffuz qilib o'rganamiz. Demak, hamzadan boshlab e'tibor bering. A, I, U. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Sa, si, su. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Kha, khi, khu. Da, di, du. Za, zi, zu. Ra, ri, ru. Za, zi, zu. Sa, si, su. Sha, shi, shu. Sa, si, su. Da, di, du. Ta, ti, tu. Va, zi, zu. A, i, u. Gha, ghi, ghu. Fa, fi, fu. Qa, qi, qu. Ka, ki, ku. La, li, lu. Ma, mi, mu. Na, ni, nu. Wa, wi, wu. Ha, hi, hu. Ya, yi, yu. O'ylaymanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Yanada ko'proq videolar uchun kanalga obuna bo'ling. Ushbu video haqidagi fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring.